Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar tarixiy roman G'ini Batur, avtori Ziyo Samadi. 9-bob. U har kuni tong belgisini bergan chog'da o'rnidan asta turatida xuddi so'g' eqin suvga tushadigandak putining uchida avaylab dastlab rujak tuyiga kelib osmonga uzoqdan uzoq tikilib qaraydi. Kichikkina uch baldam to'mir salasurliq rujakdan to'qim o'rnidakla osmonni aran ko'rgili bo'ladi. Shu to'qim o'rni osmonni olamga qiyos qilib baharlangandek tuyg'ularga cho'miladi. Qaddi taqqa, qalbi daryoga munosib bu yigit tor zindon giribtori bo'lgandan buyon bepoyon diyor, cheksiz yayloq, jo'shqin daryo, tiniq havoning qadr qimmatiga yetsa kerak. Ehtimalim ba'zida mushu rujakning tuyiga kelib samoga talpinadi. U ko'zini uzmay osmonga qaraydi. Nimanidir aqtirib mo'lcharlagandek qiladi. Yulduzlarni sanamdiya yoki oy jamolini ko'rgisi keldimi? Balkim yo erkin parvoz qilib yurgan uchar qushlarning baslashib parvoz qilishlarini tomosha qilg'isi keldigandu. Bir qitim sahar mazgili qandoqdir baxtlik o'z erkida yurgan kaptarvozning mollaqchi kaptarlari mushu rujakning dal udulidan g'ilpal o'tganda uning yuragi eg'ib kaptar keyindan uchmoq bo'lgandek to'mir salasunga esilibdi. Putidagi kishanlar sharaqlab uxlayotgan yo'ldoshlarini uyg'otayotgan edi. Mana shuningdan buyon kaptarlarmu boshqa qushlarmu hech ko'rinmadi. Faqat o'rimchining isida qaridab ketgan qushqochlar biran saran ko'ziga chiliqib qoldi. Olam yurishqa boshladi. Mahbuslarni ataganlik tahoratga chaqiradigan gundapaylarning gelini qirg'an kalta yo'tallari, to'mir eshiklar quluplarining dahshatlik sharaqlab echilishlari anglanishqa boshladi. Ammo erkin nafas tashnasi bo'lgan mahbus texichila to'qim o'rnidek osmon bo'shlig'idan ko'zini uzar emas. Uning beli og'rib, putlari talmamdikina 3 kishan 15 jing ig'irliq o'ngay emas-ku. Burkut! Da'vatdi mahbus va sho'ng'ib chiqadigandek rujakka bo'ylashdi. Uning ovozidan cho'chib uyg'ongan mahbuslardan birisi beshini ko'tarib, "Voy, Batur, o'ta bu yoqqa. Cheriklar ko'rib qolsa chatoq", deb askartdi. "Burkut dedim-g'u, burkut. Ana, takrorladi Batur atalgan mahbus. Uning bu qilig'idan ansirgan Husan ismli qozoq yigiti irg'ib turdi-da, Baturni zo'rlab degidek rujak tuyidan neri ilib ketdi. Mahbuslar har kuni ataganlik tahoratga chiqib kirishgandan keyin ko'rgan tushlarini aytishib, yaxshi yomonga o'rishadigan. Dindorlari bo'lsa suvsiz tayammum qilibla namozlarini o'qishatdi-da, tasbih serishib, durd nijot oyatini minglab takrorlashatdi. Ondan ataganlik tamoqni yeyishgandan keyin pit beqishib yoki kiyim yamab, pal qumloq silishdida parang dukini ichishatdi. Yaxshi yo'ldosh yor bo'lsa, go'rmu gulshan ko'rindu degandek, zindonda billa yetishgan 6 mahbus Batur atalmish kishiga ejillashib ketishgan edi. Chunki tilidan bal tamadigan bu odam o'z beshidan o'tgan sirliq sarguzashtlar, qiziq paranglar bilan ularni dam kuldirib, dam hayajonga salatdi-da, har kimning ruhiy kayfiyatiga qarab madad berishga, birdam bo'lsa-mu g'am g'ussidan xoli qilishga tirishatdi. Acaba chiroyiga g'am kulangisi yot bu odam 3 kundan buyon jimib muğlangandek bo'lib, rujak tuvidan ketmas bo'lib qoldi. Nima bo'lgandu?
u jimib qilivedi. Gundaxona texmo so'rinlishib, go'r suri bosqandek bo'lib ketdi. Mana, chiyinimi ichmay, yana rujak tuvida dong qetib turgan holda, alqan o'rnidek to'shikdan ko'ringan osmon bo'shlig'idan ko'z olar emas. Yo'ldoshlari uni azizlab hurmatlagachga, uning rioya bo'lishib, parishon xiyollarni buzmasqa tirishadi. Ashu burkutni yana ko'rsam ha, nima degan baxtli qush, deb pichirladi mahbus. Burkutning birli kunlik erkinligi menanda bo'lsidi, asina mana bu azobga giribtor qilganlarning jojisini, advini raso bersam. Uning ko'nglidan bu xil xiyollar kechib, vujudini g'azab, nafrat, hatto pushaymon, o'kinish chug'lab oldida, putidagi uch kishanni uzib tashlamoqchidek to'lg'ab qo'yib, tishlarini asabiy g'uchurlatdi. G'aynam, sabr qil, dedi uning mijozini yaxshi biladigan jon do'sti Qusan yolvorgandek. Yo'g'on, baslik mahbus o't chaqnab turgan ko'zlarini Qusanga qadidi. G'azab alamini yo'shirmoqchidek orqaga burilib yana osmonga tikildi. "Men ahmoq", deydi u, o'zini o'zi jimlab. "Talva kuchimni, yoshlik vaqtimni yo'qolan ishlarga zoya qilib yuribdimana. Eng qimmatlik, eng esil narsa erkinlik ekan-ku. Bir chog'larda qo'limga qo'ndirib tulka o'g'laydigan ashu bir kuchlik erkin bo'la olsam ha. Men odam-ku. Odam bo'lib turib, uchar qushdek erkin bo'lolmasam, alam emasmi? Yo'q, yo'q. Men va menga o'xshashlarning hammasi erkin bo'lishi kerak." Bu qitim u mush tugib, tishlarini g'uchurlatmadi va kishanlarni to'lg'amadi. Erkinlik uning ko'ziga osmon bo'shig'ida yongan mash'aldek, bu mash'alni heliqib burkut tumshug'ida tishlab uchib ketgandek edi. Zodi men erkinlik degan so'zni nerdan o'rgandim? Nim uchun baldur bu so'zning ma'nosiga tushunmagan? Savollar beratdi, tiliqqandek osmonga qarab. "Aha, men zindonda hushimga keldim. Muni tar qafasga solab, har kuni jinimni qiynaydigan Xitoy amaldorlari mening ko'zimni ochdi. Meni g'aflat uyqusidan uyg'otgan mushu zulm, mushu zindon." Uning ko'ngli birdan yorib, vujudiga kuch g'ayrat qo'shilgandek bo'ldi. "Chiyang sovib qoldi-ku, g'aynam. Ichib olsang-chu", dedi Qusan. Intayin jon kuyarlik bilan. U qozoq yigiti G'ini Baturning bir tuqqan qarindoshlaridanmi chori yo'ldoshi bo'lib ketgan. "Siningsiz yolg'iz ichmanma?" Qusanning ovozi titragandek, iqida aralash chiqqanlikdan xijolat bo'lgan G'ini do'stining qishiga yondashib o'ltardi va intayin hilimlik bilan Qusanning peshanasini silab turib, "Oldirmasangmi bu ishini birsi tartib olmas, do'stim", dedi-de, yijirni qo'lga oldi G'ini. Gulang uningdan quruq suvga qaynatilgan atala mo'zduzlar ishlatadigan sirashdan farqi yo'q. Cho'chin hidi kelib turg'achqa, og'zingga aparsang qay qilg'un kelatdi. Amal qancha, qo'saq nima qo'yga salmaydi? G'ini Qusanning ko'ngli uchunla ko'zlarini yumgan holda, chiroyini burishtirib, atlidan necha yutib, yijirni o'rniga qo'ydi-da, hemisham siliqliq turadigan o'rniga qing'aydi. Keyinki kunlarda do'stining mijoz xulqida keskin o'zgarishlar paydo bo'lishi, xususan uning hemisham tabassum ketmaydigan yuzida ig'ir xiyol ko'langusi hosil bo'lishi, kechini uyqusiz degidek o'tkazib, kunduzi kichikkina rujak tuvidan ketmasligi, yodab avvalgi zo'r hayvatlik basining kichiklab yerimi qolgandaklar ko'rinishi sodiq do'sti Qusanni g'am andishiga solgan edi. U hozirmi G'inining hech narsa yemay, muni oq qunoqdan yasalgan, shahardan qaynatgan sovun o'xshash mo'midan bir burdimi og'ziga solmay yetishidan ansirab, gelidan hech narsa o'tmadi. U G'inining qishiga qing'aydi-da, asta boshqalarga tuyg'uzmay, "Sana nima balo bo'ldi, g'ayman?" deb so'radi tashvishga to'lgan ovoz bilan Qusan. "Samsig'ing tugmagandu, Qusan", javob berish o'rniga G'inining samsaq so'rashi Qusanni texmo hayron qoldirib, cho'chitayotgan edi. "Kishanning chatmasini har kechasi samsaq bilan surka", dedi-de, uxlagan bo'lib xo'rak tortdi G'ini. Bildim.
Bekar xiyol surib yuribdikansan, g'aynam. Xushal pichirildi Qusan. Chunki u G'inining g'ayrat shijoatiga ishonatdi. G'ini bir ishni ko'ngliga pukdimu, uning haqdodiga yetmay qo'ymaydi. Mana, hozir G'inidan samsaqni kishanga surkashni anglash bilan Qusanning ko'z oldida umid yulduz chaqnagandek bo'ldi. Aha, samsaq to'mirni o'ng'ay chertidi. Qusan G'inini quchoqlaydigandek uningga chaplashib degidek yotdi. G'inilarni so'lg'an zindon Urumchidagi 8 zindonning 4-si bo'lib, bu zulm o'chig'ining o'rni aslida Xitoylarning zo'r butxonasi Qinhuangmiao edi. So'langanlarning soni plandan ortiq o'rindalganlikdan yangi silingan imoratlar zindonlarga aylangan. 4-chi zindonning Shaoxiar, g'arbiy kichik Hoyla deb ataladigan bo'limchining egiz, sepilga o'xshash qo'sh qavat tomlari tikanlik simlar bilan o'ralgan bo'lib, Hoylining ichi, teshi va o'gizlardimi jisakchilar turg'achqa bu yerdan uchar qushmu qocholmas degan farazni qilish mumkin. G'ini ana shu gundupaylarning so'zicha Po'lat qo'rg'onning ichida edi. O'zini Sodir palvonga qiyos qiladigan G'ini har kuni tahoratga chiqqanda atrofga ko'z qarini silib, ko'nglida nimalarnidir mo'ljallaydi. Qo'rg'onning mazmutligi va putidagi qo'sh uch kishanning salmig'i uni ba'zida ma'yuslantirib, bu qitim uzoqroq yetib qolganligiga ichinatdi. U bir kuni kechasi hamma qattiq uyquga ketgan chog'da katning ostiga tushib, tomning huliga yotqizgan qishlarni qo'zg'ab ko'rib edi. Kona imorat zaylashib, arash tortib qolg'achqa, qishning qo'zg'alishi ancha ta's emas ekanligiga ko'zi yetgan edi. Bugunmi yana bir qatim tekshirish uchun tamshilishiga chiroq tutgan ikki gundupay kirib kelishdida uxlagan bo'lib yetib olgan G'inining qishiga kelib, birsi xitoychilab "Tur o'rningdan" deb uning putiga tepdi. "Nim gaping bor, shovaklar?" dedi o'rnidan qo'zg'almay turib G'ini. Uning nima da'vatganini tushunmagan gundupay qo'l chirog'ini G'inining ko'ziga tutib, "Zo!" dedi qo'pollik bilan. "Zo bo'lsa zo!" deb kishanlarni sharaqlatib o'rnidan turdi G'ini va putidagi kishanlarni ko'rsatib, "Muno sapoylarning ovozini sig'inib qilishgan o'xshaydi bu ko'kmanqilar." U kishanlarni atday qattiq sharaqlatdi. G'inining ta'nisini anglab yetishgan mahbuslar kulib o'tishdi. Tor dahlizga chiqqanda sirtqi ko'rinishi gundupaylardan farq qilmagan askariy kiyimlik ikki chirik paydo bo'ldi va aldirashla G'inining qo'liga ko'za salmoq bo'lib edi. G'ini odatdagi ta'nisi bilan "Qo'limda bilezuk kam edi. Akilish qo'rqinchoq shovaklar. Unim silish" deb qo'lini tutib berdi. Chiriklar uning qo'liga ko'za silib, quluplangandan keyin maxsus ishlangan paxtaliq xaltini beshiga kiydirmak bo'lishib, qo'llarini so'zishdi-yu, lekin G'inining egiz to'rikdek bo'yiga nadin bo'ylasin. "Men paranji purkiydigan nomahrammidim? Voy paqi yeganlar!" deb asabiy kulvatdi G'ini. "Dazi vaza, cho'ng o'g'ri" deyishdi-da, uningdan aymangan holda mavzlarini yalang'ochlab hayva qildi chiriklar. "Qo'lida qurol turug'liq, kishanlangan odamdan qo'rqishida bu yochivaklar" dedi G'ini va "Nima qilishsan?" degandek mag'rur holda ko'ksini kirib turdi. Uning alpozidan cho'chigan gundupay "So'roqqa borsan" deb siyliq muomala qilishga boshladi. "Ma'qula, chun bilan naslisha" ingishib turdi G'ini. Chiriklar alman talman xaltini uning beshiga kapildi-da, yetilab ilib mingishdi. "Bu xumparlarning nima qilganidu ha? Kunduzi bo'lsa birsi ko'rib qolmasin deb xaltisini kapilsa maylidi. Kechida bu nimaga kerak? Bugun bu chil bo'rlarning qiliqlari o'msila meni o'ltirgini ilib mingishmagandu." Uning ko'nglidan mudhish gumon kechdi. Badani tikanlashib, qo'yqa chochlari tik bo'lib ketdi. "Nimishkima men ahmoq qo'limni tutib, beshimni egib berdim bu hajmunoqlarga. Eng bo'lmaganda bir ikkisini domlatqini bo'ladi-ku. Endi 4 puti mataqliq, qurbonlikqa so'ydigan to'paq o'xshash yetib bermanmi? Yo'q, yo'q, it o'lmida o'lishni xohlamayman. Nomard,
Mutamlar, senlerge baş egip, bozak bolduğan gini yok. Vaqırgan peti, qo'lidan mahkam tutib mangan chiriklarni bir yo'lqib mollaq tushirdi-da, ko'zini to'lg'ab uzivatdi. Beshidagi xaltini bo'lsa serib tashlab, "Mana endi ot, etishmamsan. Paqirab turg'icha, qarg'u yapaloqlar." Hech qachon yuz bermagan, kutilmagan hodisdan ho'tiqib qolgan chiriklar G'enini itib tashlashga jur'at qilisholmadi va uning yeniga kelolmadi. Uning g'azablangan yo'lbos siyoqi turgan alpozdan ayminib, necha qadam orqaga chekinishgan edi. Neriroqda ikki ot qitilgan paytun qishida ahvolni kuzatib turgan dup-dugilak, xuddi bo'digan cho'shqidek, go'ranlari qatlashib ketgan odam alçanlap keldi-de, yasalma kulka aralash. "Nim bo'lding o'y, Batur? Meni tonimadingmi?" deb G'inini asta noqib qo'ydi. "Meni tonimadingmi deydi texi? Sen G'uljidagi Oshlanpunchining o'g'li Muhammad emasmi? Urumchi kelib, amaldor bo'lib, Liu Bingdi bo'libsan. Kapshima o'g'ri. Buyruq bersam o'zingni jahannamda ko'rasan." Do'qqildi G'inining tanisiga chidamagan Liu Bingdi. "Turmaning tartibiga bo'ysunmasang, yer tagida yetib, chirib ketsan, ahmoq. Voy xudo, yer ostiga so'lmay, osmonga so'latdinglarmi? O'lim holatidami tanangni tashlamabsan-da, talva," dedi G'inining hech aymanmay qilgan so'ziga tan bergan Liu Bingdi. "Bugun shingisi o'zi so'roqqa olmoqchi," deb qo'shib qo'ydi u. "U ulug'ning oldiga beshimni purkab, qo'limni bog'lab opirishsangmi, muni uch sapoyini so'rab qechib ketmas edim. Rostla, aytib qo'yay, cho'ng kishining oldiga borganda hozirqidek beg'arazlik qilsang, 10 jiningning birisi sog' chiqmaydi," jiddiy ta'kidladi Liu Bingdi. "Qarab turib, o'zini o'qi tutib beradigan ahmoq men emas," raddiya berdi G'ini. "Bayqishimcha, sen ancha-muncha siyosiy gaplarni valoqlaydigan bo'lib qopsan. Siyosat bilan korim yo'q. Men haqning quli odam." "Haq?" takrorladi Liu Bingdi va so'q kulib sheriklarga ishorat qilibdi. Ular G'inini yo'lashtirib, aran deganda paytunga o'ltarg'izib, uning ikki yinida ikki chirik mavzurlarini batlab o'ra turishdi. Liu Bingdimu gundupaylarning yordami bilan injiqlab paytunga o'ltardi. "Bu tun kechida issiq o'rningda yotmay, sangimi muni meni yo'lashtirib harvuga chiqarg'icha paqidak makildab ketishgan chiriklargimi nima shuncha avarchilikdu, ha?" dedi G'ini. Kulikisini yo'shirmoq bo'lgan Liu Bingdi ta'tir qarab oldi va osmoqchilab shundoq dedi. "Kajlik qilmay, gunohingni iqror qilsang, sangimi, bizgimi avarchilik bo'lmaydi." "Gunohingni?" takrorladi G'ini va ortiq so'z qilg'isi kelmay osmonga tikildi. "Sening yumshoq tilingning tagida mirazlik borlig'ini sanmaydi demsan, sitilma," pichirladi G'ini o'z-o'ziga osmondan ko'z uzmay turib. Mart oyi bo'lg'achqa kunduzi quyosh taftida hosil bo'lgan agiz suvlardan ko'tarilgan u changlashib osmon gumbazini, yulduzlarnimi ochiq oshkora ko'rgili bo'lmaydi. Faqat to'lin oy xuddi qalin choshapning ichida so'z yinib turgan chiroq nuridek tuman chang orasidan gerimsan parqirab turadi. Ko'zimning nuri ojizlashib qolsa kerak. Oy qo'sh ocha ko'rinyotidi. O'kindi G'ini oyga qarab yashang'irgan ko'zini surtib. Bir chog'da Sayram ko'lining yoqsida qimiz ichib o'ltirganda kunduzi osmondagi yulduzlarni ko'rgan emasmidim? Esit shu quvnoq kunlar. "Oyga sayohat qilg'ing bormi nima? Osmondan ko'z uzmaysan-g'u, Batur," deb G'inining beqinini no'qidi Liu Bingdi. "Senlarning payli xulqing shu bo'lsa, oy o'rniga go'rni sayohat qilmasak bo'ladi-g'u." "Lavza!" vaqirvatdi G'inining so'zi tiniga tig'dek sanchilgan Liu Bingdi. "Yurt tashlab rioya qilganni biljumu, vahshi?" "Rioya qilarmisha?" ta'nilik kuldi G'ini. "Takror aytaman, Shingsayning huzurida valoqlab yurmajumu? Manga xudodan boshqasi o'xshashla," dedi beparvolik bilan G'ini. "Cho'ng so'zing beshingga yetmasin, ahmoq. Qara kuchingga ishinib rasvo bo'lasan.
dedi terikken halda Liu Bingdi. Bizde qara kuchdan boshqa nima bor deysan? Agarda pam parastimiz bo'lsa, ko'ringanga bozak bo'lmasdik. Texi mundaq degin. G'ini o'g'ri deb nom olgan nodon Uyg'urdan bu xil cho'nqur ma'noliq so'z chiqishini zodila kutmagan edi. Ajiba, deydi demi ichiga tushgan Liu Bingdi. Xuddi bir dehqonni turmaga solab, isyonkor qilib chiqarmasak. Duban Gongshu Oliy ma'muriy boshqarma deb ataladigan zo'r va haybatlik binoni pishiq xishdan yasalgan sepil siyoqi qo'rg'on qurshab turdi. Bu zamonaviy uslubda silingan yangi bino Urumchi sepilining qoq o'ttirsiga joylashgan bo'lib, Şinjan o'lkasining eng oliy hukmroni Shingsayning harbiy ma'muriy bosh mahkamasi va shaxsiy rezidensiyasi edi. Turkistonni xonu vayron qilgan bu makkor fursatparast qilmish jinoyatidan aymansa kerak, ehtimalim mushu Duban Gongshu deb atalmish o'rdisidan to'la terim sirtqa chiqmaydigan, faqat biror zaruriyat bo'lgandila sirtqa chiqish to'g'ri kelsa, oldi orqada 50-60 cha otliq chirik, qurolliq sanjaq holda uning atrofini kuzatib mang'ilgan edi. Askeri kiyim o'rtaqcha bo'yga qo'nib kelgan dinqash, ripida yuz, yapma qapig'idan rahimsizlik yig'ib turadigan bu shaxs xalq rahbaridan ko'ra qo'liga qilich tutgan jallodni eslatdi. Davomi bor.